Kechasi 1-2 gacha uxlolmay, ertalab vaqtli turishga qiynalib asabingiz buzilyaptimi? Uy sharoitida asablarni tinchlantiruvchi oddiy retsept tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bizga 1 choy qoshiq ramashka solamiz, yarim choy qoshiq lavanda solamiz va 1 choy qoshiq imbir yoki 3-4 bilan imbir solamiz va aralashtirib, ustiga qaynoq suv solamiz. Buni 10-15 minut davomida damlab qo'yamiz. Oradan 10-15 daqiqa o'tdi va damlamamizni toza idishga sizdirib olamiz. Sizdirib olib, bunga limon siqamiz. Limonni aralashtirib solamiz. 1 bo'lak limon va 1 choy qoshiq asalni solamiz. Asalni solib, uni yaxshi aralashtiramiz. Damlamamiz tayyor bo'ldi. Har kuni kechqurun 1 stakandan ichamiz. Asablaringiz juda zo'r tinchlanadi. Agar ham sizdadir shunday muammolar bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz, biz sizga albatta yordam beramiz.